Bismillahirrahmanirrahim. Mana Hojibo'm bilan inshaalloh Erkinjon Hojibo'miz bilan Baytulloh sari mana qadamlarimiz osh chiqyapti inshaalloh. Asta-asta. Alhamdulillah. Hozir inshaalloh Karim Rukn Yamoni burchagini birgalikda Hojibo'm bilan istiqom qilamiz inshaalloh Karim. Ketdik. Bu yoqda. Bizga bu tarafda ushlashlik zavq bermaydi. Biz Rukn Yamonini ushlaymiz. Ketdik. Bu taraflarda ushlash uchun hech qachon kelmaganmiz. İnşallah maçdan o'tib mana da to'g'ri yuring, Anamjon, bu yoqdan yuring. Bu yerda hozir to'palangda. Mana Hojibo'm bilan hozir mana Rukn Yamoni burchaklariga yaqinlashyapmiz. Hozir inshaalloh Bag'dod umra karvoni birgalikda Xudo xolasa Rukn Yamonini zabt etamiz inshaalloh. Sekin yuravering, o'tib olgandan kiramiz. U yoqdan bostirib kiramiz. Bu yoqdan, ha, maytdan. Mana burchakdan bostirib kiramiz. Eng yaxshi usul. To'xtang. O'tkazib yuboring. İnşallah yani. Maçta turib turinglar, orqasidan turinglar. Maçta orqasidan turinglar. Bo'ldi. Maçta ochamiz hozir. İnşallah yani. Hadi, sekin. Orqasida shunda turing. Chiqarib yuboring. Men mashhurman boshiga o'tay. Tur. Kelavering. Yana bo'ldi. Namjon, o'ting metga. Keling, bu yoqqa olib keling. Sabr. Hojir, bu yoqqa kel. Mana, bu yoqqa keling. Ha, olib keling hojirdan. Bularni Hoji bobomni olib keling. Olib keling. Alhamdulillah. Hoji bobo boshni qo'ying. Qo'ying erkin. Boshni qo'ying Hoji bobo. Alhamdulillah. Boshni qo'yib duo qiling Hoji bobo. Duo qiling. Alhamdulillah. Allohimga hamdlar bo'lsin. Mana Hoji bobomlar Rukn Yamonidamiz. Alhamdulillah mana. Allohimga hamd bo'lsin. Bizlarga shunday imkoniyatlar bergan zot. Ya Robbi, bu baytingda Allohim shu darajaga go'zal tavof qilishga quvvat bergan. Alhamdulillah. Ya Robbi, chiroyligam, qudratligam. Alhamdulillah. Maşallah. Başqa dualar qiling. Alhamdulillah. Allohim bizlarni duolarimizni ijobatsiz qo'ymagin. Yer yuzida qilgan duolarimiz ijobatini bergin hamisha. Allohim elimizni, yurtimizda haqiqiy qilgan duolarimiz ijobatini bergin. Ya Robbi, bu 70 ta farishtang har bir duoyimga amin deb turgan bu manzilda. Allohim, bu keksa yoshli otamizda seni baytingda bizlarni Rukn Yamonida qilgan duolarimiz ijobatsiz qo'ymagin. Amin ya Robbil alamin. İnşallah. Qaytamiz endi sekin. Ha, o'sha. Aşaqa sekin himoyalab olib chiqib ketamiz. Alhamdulillah. Güzel holatda mana bu go'zal baytda inshaalloh yana tavof qilib inshaalloh yana alhamdulillah mana go'zal holatda ushlatdik. Armonda ketmadik. Har doimgidek har bir kelgan hoji ota hojilarimiz xizmatimizni Alloh go'zal qildi. Maşallah. Tabarakallah. Jazakallah. Allah hayron. Allah o'zi hammani go'zal mukofotlasin. Bizlarga mana yordam berishlikka sababchi bo'lganlar. Maşallah. Mana. Ya Allah. Peki. Alhamdulillah.
Ya Rabbi. Bizlarni shunday chiroyli siylagan. Mana alhamdulillah. Odam juda ham ko'p issiq bo'lishiga qaramasdan. Maşallah. Ramazon bu. Ramazon 3-10 kunlik. Ertadan 3-10 kunlik boshlanadi. Ertadan 3-10 kunlik birinchi qadr kechalari boshlanadi. Ramazonda 3-10 kunlikda birinchi qadr kechalari inshaalloh. İnşallah bizlarga ham shu kunlar nasib qildi. İnşallah. Alhamdulillah. Yuravering. Mana yoqda yuravering. Dey, oyta to'g'ri. Ashga bormasak? Ana alhamdulillah. Mana Baytullohni o'z oyoqlari bilan tavob qilyapman alhamdulillah. Ya Rabbi, shunchalik quvvat berganingga shukr. Hoji bobomizga. Alhamdulillah. Azizlar, Alloh o'zi har doim chiroyli quvvatlantiradi. Doim xizmatlaringdamiz inshaalloh. Kimiki kelsa, bir farzand kelsa, albatta Alloh o'zi quvvatlantirib qo'yadi. Lekin farzand yetib kela olmasa ham Alloh bizlarni o'zi quvvatlantirib qo'yadi. Inshaalloh Karim. Hamisha biz eng chiroyli xizmatlarni Allohdan so'rab, eng aziz mehmonlarga xizmat qilishga intilamiz inshaalloh. Alhamdulillah. Alloh sizlarga ham mana bunday qilib keksa bo'lsangizda o'zingizni quvvatingizni ziyoda qilib Baytullohni tavob qilishlik quvvatini bersin. İnşallah Karim. Mana bu go'zal baytda o'z oyoqlari bilan, muborak oyoqlari bilan muborak baytni tavob qilyapti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuraveramiz. İnşallah Karim.